ikkita bir xil sumka deyarli. Buni kechki tadbirlarga ikkalasini tutib bo'lmaydi, chunki bular kunduz kuni повседневный через плечо, ya'ni yelkadan o'tkazib tutiladigan sumkalar. Bunaqa ko'tarsa ham bo'ladi, yelkadan o'tkazsa ham bo'ladi. Keyin bunaqa kichik hajmdagi sumkalarni kunduz kunlar tutmaganingiz yaxshi, sizni yana ham kattaroq hajmda qilib ko'rsatib qo'yadi. Formalariga ahamiyat bersangiz. Bizda hozir vazifamiz sizni bo'yingizni ozgina uzunroq ko'rsatish, miniatyurniroq, ozonroq ko'rsatish. Shuning uchun sumkalarni ham shunga yarasha ozgina uzunroqlarini xarid qilamiz. Keyin qora emas, svetli rangli sumkalar olamiz yozgi mavsumda. Hech svetliga anaqa qilolmayman-da, nima deydi, podbirать qila olmayman. Podbirать qila olmaysiz. O'shaning uchun ba'zi sumka olamiz. Masalan, bejli rang, qaymoq rang, kemil rang, oq rang olsangiz hamma narsaga tushadi. Chunki neytral ranglar, axromatik ranglar bor-da, bizda axromatik ranglarimiz rangsizlik, ya'ni. Ana o'shanday ranglarimiz hamma narsaga tushadi. Masalan, qishga to'g'ri axromat qora, lekin yozgi mavsumda bizda ivory, jimchuzli ranglar bo'ladi, yoki och seri yoki oq sumkalar bo'lsa, idealni bo'ladi. Hamma narsaga tushadi shunda.